Assalomu alaykum jigarlar. Sizlar bilan Twisted Standoff. Bu videoni oxirigacha ko'rsanglar, qanday qilib Face City o'ynab, o'zlaringni levellaringni oshirishlaringni, IMK'larni oshirishlaringni, xullas katta opit olishni sirini o'rgataman. Sizlar Discord akkaunt olishlaring kerak va Discord akkaunt qayerda olaman desanglar, mana chatimdan topsanglar bo'ladi. Chatim esa profilim shapkasida. Birinchi bo'lib Discordni yuklab olasizlar. Bu Play Market va App Store'da bor. Bu videoda tayyor registratsiya qilingan holatida o'ynamoqdaman. Bu akkauntimga esa 90 kundan oshgan. Sizlar agar registratsiya qilishni bilmasanglar, mana shu videoga 1000 ta like yig'adigan bo'lsa, keyingi videoyim registratsiya qilishni noldan to'liq o'rgataman. Xo'p, sizda registratsiya qilingan akkaunt bor va siz bu yerdan default liga izlaysiz. Xullas, agar odam to'lib ketgan bo'lsa, sizni kirgizishmaydi. Bu yerda faqat default liga, ya'ni o'sha 8 ta, 5 talikni topishingiz kerak. Agar 10 ta bo'ladigan bo'lsa, sizda mana shu videodagidek hodisa bo'ladi. Tak jigarlar, shu yerdan e'tibor bilan qarasanglar, default ligada kam odam bo'lsa, o'sha yerga shunday qo'shilib olasizlar. Sizlarga chat 10 kishiga to'lganidan keyin tepada shunaqangi SMS keladi. SMSning ustiga bosganlaringdan keyin sizlarni tepada terrorist va Counter Strike bo'lgan bo'ladi. Sizlar e'tibor bilan qaranglar. Agar sizlarda Counter Strike belgilagan bo'lsa, lekin sizlar terroristga o'tsanglar, sizlarga ball berilmaydi. Undan keyin pastga kirasizlar va bu yerdan karta bam pick qilsanglar bo'ladi. Sizlar bitta ikkita karta o'ynab chiqdinglar, lekin sizlarda hech qanaqa level yo'q, hech qanaqa xavotirga o'rin yo'q, sababi sizlarda hali ochilmagan bo'ladi. 10 ta o'yindan keyin sizlarga ball beriladi. Aytgancha sizlar bu Face'da rus serverida o'ynaysizlar. O'shaning uchun sizlarning pinlaring doim 100 dan baland bo'ladi. Bu yerda sizlar o'ylaganchalik oson igroklar tushmaydi. Hammasi professional, hech qanaqa cheatsiz, softsiz, bari toza o'yinchilar bo'ladi. Hozir bumpik bo'lganicha sizlarni men Telegram kanalimga taklif qilaman. Telegram kanalimda har doim mix konkurslar bo'lib o'tadi. Agar siz yangi stand-upda bo'lsangiz, meni Instagramni kuzatsangiz, siz uchun alohida siz kutgan videolarni taqdim etib boraman. Karta tanlandi. Endi sizlar mana shu yerdan chatdan chiqib ketsanglar bo'ladi va Получить ID degan narsa chiqadi. Обязательно shu narsani bosganlaringdan keyin sizlarni pastki qismda ID tashab beradi. O'sha ID ni ustiga bossanglar kopirovat qiladi. Sirrazi stand-upga kirasizlar va bu yerdan Druzya joyiga kirib, boyagi ID ni tashaysizlar. Keyin esa bu bratga Druzya tashab, SMS joyiga kirib, bitta точка tashab qo'yasizlar. Ozgina kutganlaringdan keyin o'sha chatda принять degan narsa chiqadi. O'shani bossanglar, sizlarni lobbiga olib kirib ketadi. Bu yerda hamma triple liga yoki elita, xullas har xil o'yinchilar bor, lekin ko'pi elita bo'ladi. Agar sizlar KT yoki terrorist bo'lganlaringni eslaringdan chiqib ketsa, mana shu joyga kirib, bemalol qarab olsanglar bo'ladi. Shuncha narsa qilsam-u, lekin bular nima foydasi bor desanglar, juda ham katta adashgan bo'lasizlar. Agar sizlarning facet levellaring 4 yoki 5 bo'ladigan bo'lsa, sizlarni hamma klanlar o'ylanmay oladi jigarlar. Agar bu videoda nimadir sizlarga tushunarsiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketasizlar. Agar kommentariyada ham men javob bera olmaydigan bo'lsam, Telegram kanalimga o'tib, lichkamga o'tib yozib qo'ysanglar, albatta javob beraman deganlar.